Sanoga yana imkoniyat. City himoyasida vaziyat keskin o'zgarmoqda. Manchester City safida to'p surib kelayotgan o'zbekistonlik markaziy himoyachi Abduqodir Husanov uchun so'nggi haftalar ancha og'ir kechmoqda. Mavsum boshlanishida o'ziga xos universallik ko'rsatib, o'ng qanot himoyasida muvaffaqiyatli o'yin namoyish etgan 21 yoshli legioner kuzda olingan ikki kutilmagan shikastlar tufayli asosiy tarkibdagi mavqeini yo'qotdi. Avvaliga bir necha haftalik tiklanish yetarli bo'ladi deb ko'rilgandi. Biroq ikkinchi jarohat davolanishi uzoqqa cho'zilib, natijada Abduqodir yana zaxirada qolib ketdi. Bu vaqt ichida esa murabbiylar shtabi unga ishonib berilgan pozitsiyalarni boshqa futbolchilarga topshirishga majbur bo'ldi. Hozirda City o'ng qanot himoyachisini Mateus Nuneshga ishonib topshirmoqda. Garchi portugaliyalik o'yinchi ayrim uchrashuvlarda jamoani qiyin ahvolga solgan xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, Pep Guardiolaning qarorlari hozircha o'zgarmadi. Markazda esa Ruben Dias va Joshko Gvardioldan iborat tandem barqaror va ishonchli o'yin namoyish etmoqda. Ularning o'zaro kelishilgan harakatlari himoyani yanada mustahkamlayotgani sir emas. Bu pozitsiyada yana bir nomzod, Angliya terma jamoasi o'yinchisi John Stones bor edi. Ammo u yana bir bor jarohat olib, ro'yxatdan uzoq muddatga chiqarilishi mumkin. Pep Guardiola matbuot anjumanida shunday dedi. John Stones yana shikastlandi. U qay vaqt tiklanishi hozircha noma'lum. Qo'shimcha tibbiy tekshiruvlardan keyin aniq muddat aytaman. Stonesning bu mavsumdagi navbatdagi jarohati xursandchilikka sabab bo'lmasa-da, bu holat Abduqodir Husanov uchun yangi imkoniyat eshigini ochishi mumkin. Chunki o'ng qanotda ham, markazda ham ishonchli harakat qila oladigan legioner Guardiolaning taktik rejasida universal o'yinchi sifatida juda qo'l keladi. Husanovning asosiy pozitsiyasi markaz. Ayni zarurat tug'ilganda u Joshko Gvardiol yoki Ruben Diasning vazifasini bemalol bajara oladi. Agar jamoaga tezkorlik va faol pressing kerak bo'lsa, o'zbek futbolchisining o'ng qanotdagi ustunliklari ham murabbiylar tomonidan inobatga olinishi kutilmoqda. Hozirgi vaziyatda Guardiola qo'l ostidagi har bir universal o'yinchiga katta baho beradi. Shu bois Abduqodir uchun yangi imkoniyatlar yaqindek. Murabbiylar shtabi uning formasi tiklanishi bilan yana maydon markazi yoki qanotda sinab ko'rish ehtimoli juda yuqori. O'zbek futboli muxlislari esa himoyachi yana bir bor o'z salohiyatini namoyish etib, Citydek ulkan jamoada barqaror o'yinchiga aylanishini intizorlik bilan kutmoqda.